Assalomu alaykum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Bugungi dasturimizda dehqonlarga imtiyozli nasiya berila boshladi. Şartları başka kredittик uyumlardan qarızı bolboşu zarur. To'liq turda şartları boluşu gerek. O'zganda Qizilcharbi qishlog'ida bir qancha uy xavf ostida. Eğer qo'qus bilan tagin jesi, bilan tagindagi buna tushgan shag'illarning bari bosh shag'illar. O'zbekiston bilan chegaradosh Qadamjoy rayonining Qizilqishloq qishlog'ida toza suv muammosi. Bir haftada bayağı suv demak kuchli o'zgarib, qop-qora bo'lib, bochiq bo'lib qoladi. Bozor bo'ladi. Milliy muxolifat harakatining liderlarini uyda mehmon qilgan Abdulla Qapparov 23 ming dollar yo'qolganligi bo'yicha Ichki ishlar ministrligiga, haqiqatchi va bosh prokuraturaga ariza yozdi. Bu haqda uning o'zi ommaviy axborot vakillariga va tegishli organlarga xabar qildi. O'sha oblast militsiyasining sobiq rahbari Abdulla Qapparov 9-aprelda Milliy oppozitsiya harakatining liderlarini mehmon qilayotgan vaqtda uyiga noma'lum odamlar bostirib kirib, ularni kaltaklaganini aytgan. Uning aytishicha, pul shu kuni yo'qolgan. Uning arizasida hukumatga yoqmagan odamlarga bosim ko'rsatilib, ularga nisbatan qilingan ishlar ochilmay qolganligini ta'kidladi. O'sh shahar militsiyasiga Qapparovning uyida to'polon asorati kuzatilmaganini aytib, jinoyat ishi ochmagan. Qattiq kaltaklangan 2 yoshli bolaning o'gay onasi boqib olish niyatida, biroq uning bola boqishga imkoniyati yo'q. Bu haqda Alamuddin rayon ijtimoiy rivojlantirish boshqarmaligidan bildirdi. Shu vaqtgacha zo'ravonlikka uchragan bolaning kim bilan yashashi haqida shu haftaning oxirida hal qilinish kerakligi ma'lum qilingan edi. Eslatib o'tsak, 11-yanvarda Bishkekdagi bolalar kasalxonasining jonlantirish bo'limiga qattiq kaltaklangan 2 yoshli bola tushgan. Sud meditsina ekspertizasi zo'ravonlik ko'rsatilganini aniqladi. Bundan keyin sug'urta polisi tarifi patentning o'lchami bilan hisoblanmaydi. Ijtimoiy ta'minlash qonuniga qo'shimchalar kirgizilib, bu tarmoqda o'zgarishlar bo'ladi. Bunga ko'ra, tadbirkorlarning turiga qarab o'rtacha oylik ish haqining hisobidan to'lovlar olib boriladi. Har bir hududdagi o'rtacha oylik ish haqi o'rganiladi. O'sh shahrida bu summa 9417 so'mni tashkil qiladi. Xususiy tadbirkor Mayram Jo'robayeva har oyda ixtiyoriy patent to'lab turadi. Sug'urta polisiga ham patentning o'lchamiga yarasha mablag' to'laydi. Bugun ham polisni to'ldirish uchun borgan, lekin bugun polisning summasi avvalgilardan boshqacha chiqqanligini aytadi. Aniqroq aytganda, uning summasi qimmatlagan. Bugun kuni barsam, bir ay bo'ldi. Al aytdi, o'zgardi. Siz bugunkuday ertamenen. So'sqon qo'yib to'shnat, utachnit etib kelib to'lang deb, men g'ayra bu yoqqa jo'natdi. Gelsem 377 so'm to'g'os dedi. O'sa bilmayman qanday bo'ladi. Ana ayta olmayman. O'zi kichkinakay magazin, produkt satam bo'lgani, bugungi produkt. Bu kabi tushunmovchilik sug'urta polisini to'ldirgan fuqarolarning deyarli barchasida 4-apreldan beri yuz bermoqda. Chunki sug'urta sistemasiga o'zgartirishlar kirgizilgan qonun 4-apreldan boshlab kuchga kirgan. Bu vaqtgacha sug'urta polisi patent summasining 25%ga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir o'rtacha maoshning summasidan chiqariladi. Shu sabab barcha hududlarning o'rtacha oylik haqqi aniqlangan. O'sh shahrida o'rtacha maosh 9417 so'm deb aniqlanib, ixtiyoriy patent to'lovchilarga 4%, majburiy va hisobot turidagi patent to'lovchilar esa 10% tashkil qildi. 30 yil ishladim, 40 yil ishladim. Men oylig'im bunancha bo'lsa, keyin bugungi kunda shunday bir arz bo'lgan 2000 so'm, 3000 so'm pensiya cheklab qo'ydim degan bizda jana narachiliklar ko'p. Anan tigi bo'lsa 10 yil, 15 yil ishlab turib, anan buniki dele 2000, 3000 so'm pensiya chiqib o'tadi degan narachiliklar ko'p. Bunun maqsadi ertangi kunda shul tengdeshlik olib borib, shul janaqi jarandardın narachiliklarını tengdoo. Yangi sistema bo'yicha sug'urta polisining tarifi tadbirkorlikning ayrim turlarida avvalgiga nisbatan qimmatlasa, ayrimlarda aksincha arzonlaydi. Masalan, Qirg'izistondagi chet davlat tadbirkorlari bu vaqtgacha patent hisobidan 30% hisoblansa, endi o'rtacha oylik haqidan 3% to'laydi. Bu esa avvalgi summadan 15-20 barobarga oz. Bu kabi tarif qishloq xo'jalik tarmog'idagilarga ham tegishli. Janaqi dehqon chorvada, jeka chorvada bir uyda bir jan bo'la turgan bo'lsa 47 so'mga ақша to'lab qoladi. Boshda bizde bazalik sалық ставкасының базалық системасының негізінде ставка жоғары болчу. Жосы 1 гектар жерге 452 сом, 453 сом шун негізінде төлөчү. Ошондо 1 жанга 47 сом болсо, где-то bir 3 жанга 141 сом шун негізінде социал төлөм взносторун төлөйт.
Bu vaqtgacha 10 tonnalik konteynerlar uchun 150 so'm, 20 tonnagacha bo'lganlar uchun esa 200 so'mdan sug'urta polisiga to'langan bo'lsa, hozir 380 so'm atrofidagi summani tashkil qildi. Maxsus rastalarda emas, balki yoyma bozor shaklida savdo qilganlarga o'rtacha maoshning 2% ni to'laydi. Kelishim asosida tadbirkorlik ishini olib boruvchilar esa 50 ming so'mgacha patent to'lashsa ham, hozircha o'rtacha oylik hisobidan polis uchun to'laydi. Misol uchun 20 ming so'mdan 25% to'laganda bir cho'ng'ili summa bo'lib qoladi. Misol uchun 10 mingdan 25% 2,5 ming so'm bo'lib qoladi. Hozirgi bugungi kunda to'laganda ularga 942 so'm shunday bo'lib qoladi. Anan oshmaydi ularning stavkasi. Qolgan janaqa o'zini ishga olib ishlatgan jaranlarini, qo'lida ishlagan jaranlarini murunquli tarif bo'yicha 27,25 o'shol stavka bilan to'layveradi. Bu yerda o'zgartirish yo'q. Yangi sistemada sug'urta polisini ixtiyoriy to'laganlar uchun tarif 10% bo'ladi va tadbirkorlikning turiga qarab har yilda qimmatlayveradi. Masalan, qishloq xo'jaligidagi tarif 0,5% bo'lsa, 2017-yilga borib to'liq 1% ni tashkil qiladi. Ixtiyoriy patent hozirgi vaqtda 4% bo'lsa, 4 yildan keyin 10% ga yetadi. Eslatib o'tsak, sug'urta sistemasining rivojlantirish konsepsiyasi 2014-yilda ishlab chiqilib, davlat rahbari 19-martda imzolagan. Madina Ulug'bekqizi, Nazguloxun va Azam Buzrikov, Intimaq. O'sh elektro ochiq aksionerlik jamiyati faoliyatida poraxo'rlik tizimi topildi. Milliy xavfsizlik davlat xizmatining O'sh shahri va O'sh oblasti bo'yicha korrupsiyaga qarshi xizmatining bo'limi tezkor tekshiruv ishlarining natijasida O'sh shahrida O'sh elektro ochiq aksionerlik jamiyati korrupsiya sxemalari topilganini bildirdi. Ularning aytishicha, bundan 3 yil avval O'sh elektro energosibit tizim bo'limining rahbari 24 million so'm atrofida debitor qarzni undirib olish maqsadida O'sh shahar sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgan. Biroq abonentlardan undirib olish mumkin emasligi haqida yolg'on ma'lumot bildirgan. Shu sababli davlatga 24 million 371 ming 348 so'm miqdorida zarar keltirilgan. Qirg'izistonda Respublika testi 18-maydan 23-maygacha bo'lib o'tadi. Bu haqda bugun bilim berish va o'qitish usullarini baholash markazidan bildirishdi. Qo'shimcha ro'yxatga olish 18-21-mayda test o'tadigan barcha markazlarda 13:00 dan 15:00 gacha bo'lib o'tadi. O'zganing Qizilcharba qishlog'ida bir qancha uy xavfli holatda. Jazi daryosining suvi bu uylarni yuvib ketishi mumkin. Yil sayin 2 metr yerni suv yuvib, endi turar joylarga yaqinlashib qoldi. Hozirda mahalliy yashovchilar tez orada to'g'onlar qurishsa degan fikrda. Batafsil navbatdagi lavhada. Agar Jazi daryosidagi suv ko'p kelsa, Qizilchorba qishlog'idagi bir nechta uylarni vayron qilib ketish mumkin ekanligini qishloq yashovchilari bildirishdi. Qishloq aholisi 17 uy xavfli desa, qishloq hukumati rahbariyati 32, favqulodda holatlar ministrligi esa 13 gina uy talafot ko'rishi mumkin deydi. Chunki uylar ko'chayotgan jarlikka yaqin bo'lganligi sabab qulash xavfi bor. Eğer qo'qis bilan tagin jesi, bilan tagindagi buna tushgan shag'illarning bari bo'sh shag'illar. Suv bir kelgan bo'lsa, buni tezla og'izib olib ketib qoladi. Anangi tagin o'yg'ondan bu yog'i tushaveradi o'zini. O'zini tushaveradi, ko'chuvlar tushaveradi. Ani hech kim to'xtata olmaydi, biyiqda turgan bo'lsa. Yer azayib o'tadi, suv bizni yerni yeb ketib o'tadi. Ani qiziqqan hech kim yo'q. Yer kerak-da turib. O'shani saqlab qolishimiz kerak. Vaziyat xavfli bo'lganligi sabab bir uy ko'chirilgan. Qolgan uylarning yashovchilari esa har yog'ingarchilikda daryoga suv ko'p kelmasin degan xavotirda bo'lishadi. Chunki qishloq daryodan 15 metrgina uzoqlikda. Жаңбыр жаап, эми болгондо жогору жактан көбөйүп келет. Келгенден кийин мына жерден бурулуп, ана жерден дамбадан эмеси жок эле ашат да. Ашкандан кийин мына түккө келип алгандан кийин түктү жеп атат. Анан биз ошол суун көбөйгөндө биз карап турабыз, бияктан кырга келип, эме кылып карайбыз. Аяктан көбөйө баштаганда биз дагы эме кылып элдер берактан бурабыз сууну чунарака, кол менен ручной. Ручной буруп, нарака аракет кылабыз да, нарака бурушка. Анан эсилчө болбой калса, ошол жерден эле ашып кете берет. Ma'lumotlarga ko'ra, Jazi daryosidagi suv har yilda 2 metrga yaqin yerni va u yerdagi daraxtlarni ham oqizib ketadi. Hozirgi vaqtda ham shunday xavf bor. Тыңшала жатат, мына суу качан келип бизден өтүп кетет. Түнү угулат, утасында угулат. Быйыл вада берген, быйыл баштайбыз деп. Башталбай биз аны биле албайбыз да. Ушу 89 жылдан бери шеришайм. Мен көрөтүм, жарым кеткен жерде бар. Уже мына сарайга жакын турат. Сарай
Bu yil kelgan bo'lsa, ko'chgan bo'lsa Saraytilga tushib ketadi. Shuni tezroq bizga atqarib bersa, yaxshi bo'ladi. Shu sabab yashovchilar to'siq o'rnatib, xavfli vaziyatni oldini olish bo'yicha favqulodda holatlar ministrligiga murojaat qilishgan. O'tgan yilda ministrlikning vakillari mazkur yerda monitoring olib borib, 500 metr to'siq o'rnatiluvchi yerni aniqlab berishgan. Lekin negadir o'tgan yilda ministrlikning rejasiga kirmay qolgan. Reja bo'yicha to'g'onning toshlarini mahalliy hukumat olib berish kerak edi. Men o'sha O'zgun Energogul kompaniyasi bilan ma'qullashib, ular sponsorskiy yordam so'rab 500 kub tash gunga so'rab qo'ydim. Aravan tashni. Bu 500 kub tash degan 1,5 million so'm bo'ladi. Endi 1-iyundan tash beramiz degan millatdan o'zlari alishdi. Xudo qalasa 1-iyundan tash boshlasa, anan MCS qiymillaydi degan o'ydim. Lekin favqulodda holatlar ministrligi 500 kub tosh to'g'onni bitirishga yetmasligini bildirib, qurilish ishlari boshlanmay turibdi. Chunki 500 kub tosh 15 metrgagina yetadi. Qurilish ishlari to'xtatmasligi uchun hech bo'lmaganda 100 metrni bitkazish kerak. Lekin mazkur ish joriy yil rejasiga ham kirmay qolgan. Eslatib o'tsak, O'sh oblasida bu kabi xavfli deb hisoblangan 5000 ga yaqin hudud bor. 4 oy ichida O'sh shahrida 41 yong'in holati ro'yxatga olindi. Bundan keyin O'sh shahrida o'tga qarshi kurashish xizmati fuqarolarni himoya qilish kuni munosabati bilan tadbir o'tkazishdi. Tadbir davomida Yong'inga qarshi kurashish ministrligi O'sh shahridagi nomer 23-Panfilov nomidagi maktab o'quvchilari va shahar yashovchilariga tushuntirish ishlari olib bordi. Maktab o'quvchilari yong'in chiqqan vaqtda birinchi yordamni ko'rsatib berdi. Yong'in holatida qanday saqlanishni o'rganishdi. Mana biz har yili bu choralar olib boriladi. Mana bugun показательный, biz har yili показательный bo'ladi. Biz bunaqa ish choralarimiz bolalarimizga biz shunday yong'indan qanday qilib qochib qutulish, nima qilganimiz yong'in bo'lmaydi, shu haqida tarbiya soatlari o'tdik va shu ish choralarni mana ko'rib turibsiz, guvohi bo'lib turibsiz. O'zbekiston bilan chegaradosh Qadamjoy rayonining Qirg'iz qishlog'ida toza suv tanqis. Shu sababli qishloqda yuqumli kasalliklarga chalinganlar ko'paygan. Qishloqda ko'p vaqt orasida bir kelgan suvdan qishloqdagilarning hammasi foydalanadi. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida. O'zbekistonning Farg'ona oblasti bilan chegaradosh Qirg'iz qishlog'ida ekin suv tanqisligi bilan birga ichimlik suvini ham topish qiyin. Avvallari ichimlik suvi O'zbekiston orqali o'tib turar edi. So'nggi 4-5 yildan beri qo'shni davlat noma'lum sabablar bilan suv berishni to'xtatgan. Mana hozir o'sha O'zbek Respublikasida narjag'i o'za, chegara narjag'ida o'sha Bodring ertang 1-mayga pishib chiqadi o'sha. Tayyor o'sha parniklarni qilib o'sha ular jo'nal egib, parnik emas, yerga egib ham o'sha pishirib qo'ydi-da. Bizda suv masalasi chataq bo'ladi. Eng negizgi masala. O'shondiqdan biz manda shu suvga nima qilat edik? Shu suvga suvi yaxshi bo'lib, elimiz dekandar yaxshi bo'lsa, bundan naridaga elimizda yashashiga, boyishiga shunday bo'lib, ozmaz bo'lsa ham bir ko'ngil berib suv, toza suv, mana suvga suvlar bo'yicha yordam bersa. Bir necha yillar avval qishloq yashovchilari uchun suv masalasida muammo bo'lmaganligi sabab dehqonlar bir yilda 2-3 marotaba hosil olishar edi. Hozirgi vaqtda esa yerni haydab ekin ekish ham muammo yaratmoqda. Dehqonchilik qilish og'ir bo'lganligi sabab qishloqda ishsizlarning soni ko'paygan. Kun issiq, isparayni olib ketyapmiz. Bir haftada bayağı suv demek küsü o'zgarib qop-qora bo'lib bochiq bo'lib qoladi. Bozor bo'lib. Qaynatsang chelakni bitta chaynaklarda qaymoqda qoladi suv nima bo'lib. Endi bizim suv qo'yganimiz shunday qiyin bo'ldi. Agrotorimiz ham shunday bo'ladi. Mana ekkan daraxtlarimizga bir qator bargini tashab vaqt kelganda daha boshqadan jon o'tadi-da. Suvning nimaligida. Hozirgi vaqtda qishloqdagi 10 ga yaqin hovuzlar oqim suvlar bilan to'ldiriladi. Yangi suv oqib kelguncha hovuzdagi suvlar iste'molga yaroqsiz holga kelib qoladi. To'ldirilgan suvlarni esa qishloqdagi barcha yashovchilar o'zlari bilan bir vaqtda mol hayvonlar uchun ham foydalanishadi. Krandan suv ko'rmaymiz. Bizning ichgan suv usul. Bir oyda keladi, 15 kunda keladi, kecha to'ldirib qo'yamiz. Shularni olguncha ichamiz. Anan itam ichaveradi, to'qda ichaveradi, molga chekak olib beramiz. Anan chat qurttab ketadi. Suzib ichamiz. Anan qurttab jo'q bo'lib ketgan chaqda o yoqlardan flaklarda tash ichamiz texnikalarimizda. O'g'acha yangi ichgan suvlarimiz shul. Shuning uchun Qirg'iz qishloqdan oiladan Qadamjoy pol infeksiyaga jilda to'lib turadi. Boldir. Balnisa to'ladi infeksiyaga. 7000 ga yaqin aholisi bor qishloq yashovchilari suv masalasi bilan bir nechta joylarga murojaat qilishgan. Hozircha hech bir hokimiyatdan aniq javob bo'lgani yo'q.
O'sh shahrini toza suv bilan ta'minlashga 9 million so'm ajratildi. Bu haqda O'sh shahar meriyasining matbuot xizmatidan bildirishdi. Bugungi kunda O'sh shahar kapital qurilish boshqarmaligi tomonidan tender o'tkazilib, Interservis mas'uliyati cheklangan ishxona tomonidan qurilish ishlari olib borilmoqda. Birinchi navbatda chiqindi suvlar bekatini kapital ta'mirlash va ishga solish ishlari 2015-yilning oxirigacha bitiriladi. Yil oxirida kuniga 20 ming metr kub chiqindi suvni tozalash bekati ishga tushadi. O'sh shahrida toza suv muammosi to'la hal bo'ladi deb bildirildi ma'lumotda. Shu vaqtgacha O'sh oblastida dehqonlarga 75 million so'mga yaqin imtiyozli nasiyalar berildi. Mablag' olganlardan 6 oydan keyin to'lashni boshlashadi. Biroq shunga qaramay qishloq xo'jalik ishlari kechikmoqda. O'sh oblastidagi dala ishlari haqida navbatdagi lavhada. Mana bahor faslining 2-oyi o'rtalab qolganiga qaramay, dala ishlari hamon sust. Bunga birinchi sabab havoning harorati bo'lsa, ikkinchi sabab mablag' yetishsizligi. Dehqonlar o'z aravasini o'zlari yetaklab ko'nib ham qolishgan. Davlat tomonidan yordam qilinmayotganini bildirishadi. Shu bilan birga beriluvchi nasiyalarga ham to'xtalishdi. Qiyinchiliklarga qaramay dalada ishlar bo'lmoqda. Hozir maka yapsiz selkeda. Yillar tayyorlab. Yo'q, endi kredit olmadik. O'shani qo'qamiz endi ishlab pul topuvni uzish ham bor. O'zi maga yetkazamiz, qilamiz. Tirikchilik bo'lyapti, lekin qo'shimcha yordam bo'lsa yaxshi bo'lar edi, deydi ba'zi dehqonlar. Bundan tashqari bir qancha vaqtdan buyon hal bo'lmagan muammolar haqida ham bildirishdi. Arzonroq bo'lsa, shuni olib ishlatsa bo'lsa kerak endi menimcha. Dori, endi suv masalasi qiyin bo'lyapti. Vaqtida sug'ora olmayapmiz ekinlarimizni umuman. Suv masalasi chata bo'lyapti. Dehqonlar muhtoj bo'lgan arzon va imtiyozli nasiyalar 2012-yildan boshlab berila boshlagan. Ayil bankdan, aniqroq aytganda davlat tomonidan beriladi. Bu yil mart oyidan boshlab nasiyalar berildi. Ularni to'lash muddati 2 yil. Ustama foizi chorvachilik ishlari va dehqonchilikka 10%, ishlab chiqarishga 9% deb davlat aniqlab bergan. Negizgi shartlari boshqa kreditlik uyumlardan qarzi bo'lmoqchi zarur. To'liq turda shartlari bo'lishi kerak. Al deganiz jeri, mal jandiqtарын qaroo uchun, saroyi өндүрүш uchun hozirgi uchurda ishlab жаткан ishxonasi bo'lishi zarur. Сөзсүз түрдө күрөө коюлушу керек. Ал эми насиянын алгандан кийин максаттуу түрдө пайдаланып, 1 айдын ичинде керектүү тастыктай турган документтер менен отчет тапшырылат. Imtiyozli nasiyalar chorvachilik tarmog'idagilarga 6 oy, ishlab chiqarishdagilarga 9 oy muddat qaralgan. Bu degani shu vaqt ichida kredit olganlar pul to'lamay yurishsa bo'ladi. Belgilangan sana kelgach to'lana boshlaydi. Bugungi kunda O'sh oblasti bo'yicha 74 million 370 ming so'm o'lchamida imtiyozli nasiya berilgan. Ra'noy Nazarova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Qirg'iziston matbuot erkinligi bo'yicha 180 davlatning orasida 88-o'ringa chiqdi. Bu ma'lumot Chegara bilmas muxbirlar xalqaro uyushmasining hisobotida bildirildi. 2014-yili Qirg'iziston 97-o'rinni egallagan, 2013-yili va 2012-yili 106-o'rinda bo'lgan. Umumiy 180 davlatning matbuot xizmatiga tanlov bo'lgan. Endi hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. Nigeriyaning markazida 1000 ga yaqin kishilar demonstratsiyaga chiqishdi. Ular jangarilar tomonidan asirga olingan 200 ga yaqin o'quvchi qizlarni xotirlab, yangi hukumat ularni qaytarishga yordam beradi degan fikrni bildirdi. Eslatib o'tsak, qizlarni bundan 1 yil avval Boko Haram islom harakatining jangarilari ushlab ketgan. Ularning shu kungacha bedarak ekanini aytib, yaqinlari hukumat vakillariga murojaat qilishdi. Tojikistonda 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning hajga borishi taqiqlab qo'yildi. Din ishlari qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, Saudiya Arabistoni har bir mamlakatga limit belgilaganini sabab keksa yoshdagilarning hajga borishlariga yo'l ochish maqsadida shunday cheklov joriy etilganini bildirdi. Ularning ta'kidlashicha, bu kabi qarorga kelish diniy fanatizm bilan kurashishga hech qanday aloqasi yo'q. Hukumatning bu kabi qadamga borishi haj safariga ota-onasini olib boradigan yoshlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Rim papasi Fransisk qo'llab yurgan iPad xayriya auksionida $40,000 sotildi. U planshetni Fransisk Urugvay cherkovidagi xodimga xayriya ishlariga sarflash uchun topshirgan edi. Auksion Montevideoda o'tib, unda telefon orqali shaxsni ochiqlamagan fuqaro eng yuqori $40,000 miqdoridagi pulni qo'yib sotib olgan.
Bugun Janubiy Koreyada Seoul paromida suvga cho'kib ketgan kishilarni xotirlashdi. Bundan 1 yil avval Seoul halokatida 300 dan ortiq odam vafot etgan. Xotira kechasiga kelgan fuqarolar suvga gul irg'itib, kema cho'kkan kundan beri bedarak deyilgan kishilarning yaqinlari suv ostida qolgan Seoul paromini olib chiqishni talab. Hindistonda arxeologlar qazish ishlarini olib borayotganda 4 nafar kishining suyaklarini topib olishdi. Ularning ta'kidlashicha, suyaklar Xarab sivilizatsiyasiga taalluqli ekanini taxmin qilinmoqda. Koreyalik mutaxassislar topilmaning DNKsi bilan ibtidoiy davrni izlashga imkoniyat bo'ladi degan fikrlarni ochiqlagan. Shu bilan birga qazilgan yerdan ko'plagan xo'jalik buyumlari topilganini qo'shimcha qildi. Hindiston bilan Koreyaning mutaxassislari qazish ishlarini 2013-yildan beri olib borishadi. Rossiyaning 201 harbiy bazasining xizmat o'tuvchilari Tojikistondagi G'alaba kunining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etadi. Bu haqda Markaziy harbiy bo'limidan xabar qilishdi. Tanlab olingan harbiylar Dushanbedagi tantanada Rossiyaning qurolli kuchlari nomidan ishtirok etadi. Shu bilan birga mazkur bazaning harbiylari 2011-yili Tojik davlatining mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanada ham qatnashgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumot: havoning harorati Batkenobasda kechasi 3-8, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. O'shobasda havoning harorati kechasi 5-10, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Jalolobod oblasida havoning harorati kechasi 5-10, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'lishi mumkin. Navoiy oblasida havoning harorati kechasi 0 dan 5 darajagacha, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Taas oblasida havoning harorati kechasi 2-7, kunduzi 9-14 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Iskol oblasida havoning harorati kechasi 1-6, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Chobasida havoning harorati kechasi 3-8, kunduzi 11-16 daraja issiq bo'lishi mumkin. Poytaxtimiz Bishkek shahrida 16-aprelda havoning harorati o'zgarib turadi. Vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 5-7, kunduzi 14-16 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda ertaga 16-aprelda vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 8-10, kunduzi 15-17 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.